Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bugun 2025-yil 8-noyabr Namangan shahar Noveyda yozda qurib ketgandi u mangalli. Mana tosh terish jarayoni boshladi u, mana ko'rishingiz mumkin. Burchakka moykamiz bo'lgan, gaz plitamiz 4 komfortli. Bu yerga mangalimiz bo'ldi. Mana shaklini ko'rsizlar, xudo xolisa bejirim. Bu yerga 22 talik chugun qozonimiz bo'lgan. Xudo xolisa bizni kuzatib boring, bitkan obzorni qilib boramiz. Yo'qsa like bo'lsa obuna bo'lish imkoni. Mana trassaga, Do'mmi tepasiga qilganmiz. Sayohat ro'parasida. Yo'qsa like bo'lsa obuna bo'lish imkoni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. O'sha kimga video shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, mangallar, o'choqlar qiziq bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.